Mana videomizni ko'radigan bo'lsak, mana bunaqangi oddiy ko'rinishda. Ana endi biz uni mana bunaqangi ko'rinishga o'tkazmoqchimiz. Ya'ni xuddi kamerani shutter, ya'ni vidrishkasi anchayin kamroq bo'lgan effektni qilishni ko'rib o'tamiz. Buni ikkita usulini ko'ramiz. Birinchisi o'zimiz ruchnoy qilamiz va shuni biz preset qilib, ya'ni tayyor shablon qilib Telegram kanalimizga yuklab qo'yamiz. Xohlasanglar shu ikkinchi usuli shu shablonni olib ishlatsanglar ham bo'ladi. Demak, birinchi o'zimiz yasab olishni boshlaymiz. Effektsga kiramiz va u joyga biz echo deb poisk beramiz. Mana echo deb videomizga beramiz, effekt controlsga o'tamiz va bu yerdan biz qiymatlarni o'zgartiramiz. Hop, 33 emas, 22 deb yozamiz. Hop, buni 10, undan keyin 1, buni esa sal kamaytirib 0.75 qilishimiz mumkin. Mana. Bu yerdan esa blackga qo'yib qo'yamiz. Ko'radigan bo'lsak, xuddi bunaqa. Endi effektsga o'tib, posterized time degan effektimiz bor. Shuni ham beramiz. Mana effect controls. Effect posterized time, ya'ni 6 fps ga tushirdi bizning videomizni. Mana bu yerda har xil atrofda tipa soyalar hosil bo'lishi uchun ekhoni ishlatdik. Uni fps ni pasaytirish uchun posterized time. Mana. Ana endi ko'radigan bo'lsak. Sal qototdi. Agar qototgan bo'lsa, quyidagi ishni amalga oshirishinglar kerak bo'ladi. Xo'p, mana pre-renderdan kelgan biz effektimiz qanaqa bo'lganini ko'rishimiz mumkin. Mana. Xuddi bilamiz, operatorlar shutter, ya'ni vidrishka kam bo'lib qolganda xuddi mana shunaqangi effekt hosil bo'ladi, ayniqsa to'ylarda, ataylab, kliplarda xuddi mana shunaqa syomka qilishmoqda. Lekin bunga bitta narsa aytib qo'yish kerak. Pre-renderga va videoni saqlashga ancha-muncha ko'proq vaqt ketib qoladi. Bunaqa effekt qilmoqchi bo'lsanglar, videoni o'ziga alohida shunaqa effekt berib, alohida saqlanib qilib olib ishlatganinglar ma'qul. O'zi umuman olganda sizlarga professional video montaj qiziq bo'ladigan bo'lsa, sizlarga Premiere Pro xohlasanglar yo'q desanglar, DaVinci dasturlari bo'yicha kurslarimni taklif qilaman. Bular videoni pastida ma'lumotlari qoldirilgan bo'ladi. Ya'ni Telegram kanalda kirib, o'zingizlar to'liq kurslarda nima o'rgatilishi bilan yaqindan tanishib olsanglar bo'ladi. Xo'p, ana endi ikkinchi usulini ko'rib o'tamiz. Ya'ni har safar buni qayta-qayta berib o'tirmaslik uchun yoki mana shu effektni Telegram kanalimiz orqali yuklab olishingiz uchun buni ikkitasini belgilaymiz. Save preset deb yozamiz. Low bizda low shutter by deb yozib qo'yamiz. Otajon Niko. Mana. Okay. Effects, mana presets, low shutter. Xuddi mana shu fayl yuklab olganingizdan keyin biz Telegram kanaldan dasturga o'rnatish uchun mana presetsga mishkani o'ng tarafini bosamizda import presets deganni bossak, bizda o'sha fayllarni ko'rsatib yuborishinglar kerak bo'ladi. Ya'ni ushbu bizani presetimizni uстановка qilishinglar bilan aynan mana shu preset degan papkaga tushadi bizda. Mana preset degan papkaga tushadi. Uni olib shunchaki videoga bersanglar bo'ldi. Sizlarda ishlab ketishi boshlaydigan effekt controlsga o'xshab, xuddi hozirgi men qilgan ishlarni qilib o'tirishinglar shart emas. Shunchaki mana shu tayyor shablonni ishlatsanglar bo'ladi. Agar kompyuteringizlar qotadigan bo'lsa, bundan oldingi chiqqan videoda biz pre-render degan video chiqargandik. Ana o'sha videoni ko'rib olish sizga tavsiya qilinadi. Professional montajyor bo'laman deganlar uchun maxsus taklif. Premiere Pro Zoru 2U2 8 ta modul. Effektlardan tortib toki uni eksport qilishga qadar 130 bitta video va undan tashqari bepul After Effects kursi, 25 ta video, 27 ta proyekt, 15 mingdan ortiq audio va video materiallar, o'zbek tilidagi to'liq va mukammal video darslik. Montaj haqida yana ham jiddiy gaplashamiz.